Salom do'stlar, sizlar bilan men Ozodbek. Sizlarni bu galgi videoda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bu galgi videomizda ko'rib turganingizdek bir qavatli va oldi erkak ko'rinishidagi uy proyektini qilib ko'rsataman. Mana shu proyektimiz sizga oz bo'lsa-da foydasi tegsa, biz o'z maqsadimizga erishamiz. Mana hozirda juda ko'plab tomoshabinlarimiz tom qismini ham qilib ko'rsating deyishyapti. Sizlardan uzr so'rayman, tom qismini men qilib ko'rsatmayapman proyektlarimda. Sababi men foydalanayotgan programmada tom qismi uchun kerakli bo'lgan jihozlar bo'lmaganligi sababli tom qismini hozirda qilib ko'rsatishni iloji yo'q. Shu sababli qo'limdan kelguncha xonani o'lchamlari va jihozlarini qilib ko'rsatyapman. Xudo xohlasa programmani kuchaytirgan vaqtim to'liq tom qismlarini ham qilib sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Mana betonimiz, uyimizni tashqi ko'rinishi. Sizlarga uyimizni tashqi o'lchamlarini birinchi aytib o'tsam, uyimiz mana shu oldi tarafdan 12 metrni tashkil qiladi. Yonbosh tarafimizdan esa 14 metr 20 santimetrni tashkil qiladi proyektimizda. Bu proyektimizda betonimizni en o'lchami 40 santimetrga mo'ljallangan. Faqatgina tashqi devorlarimiz 40 santimetrga. Ichki devorlarimiz esa 25 santimetr beton eniga mo'ljallangan hisob kitobi. Endi ichki o'lchamlarni aytib o'tsam, uyimizga kiradigan glavniy eshigimizdan kirganimizda holimiz ko'rib turganingizdek bor. Bu holimizni o'lchami, en o'lchami 2 metr 40 santimetr, bo'yi o'lchami esa 2 metr 10 santimetr. Xo'p, holimizdan o'tganimizda mana kurukli joyimizdan o'tganimizda bu yerimizning en o'lchami esa 2 metr 70 santimetr. Bo'yi o'lchami esa 2 metr 60 santimetr. Mana bu burchagimizgacha 2 metr 60 santimetr. Mana shu burchagimizdan bu tarafimizga esa 4,5 metrni tashkil qiladi. 4,5 metrga 3 metr 90 santimetr. Bor bo'yi o'lchami esa 7 metr 10 santimetr. Koridorimizni bo'yi o'lchami. Xo'p. Koridorimizdan kirib kelganimizda chap qo'limizda ko'rib turganingizdek kuxniy xonamiz joylashtirilgan. Juda bir katta bo'lgan kuxniy xonamiz. Ichki o'lchami 4 metrga 6 metrni tashkil qiladi. Mana shu yerda tanovul qilib oilaviy o'tirsangiz bo'ladi. Juda ham katta bo'lgan. Mana bu stullar joylashtirilgan. Bemalol mana shu yerda suhbatlashib televizor tomosha qilsangiz bo'ladi. Koridorimizda o'ng qo'l tarafimizda esa xuddi shunday 4 metrga 6 metrni tashkil qiladigan mehmon xonamiz joylashtirilgan. Mehmonlaringiz mana shu yerda kutib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mehmonxonamizni orqa tarafida ikkita xonamiz tushirilgan. Ko'rib turganingizdek, mehmonxonamizni orqa tarafida turgan bolalar xonamizni ichki o'lchami 3 metr 40 santimetrga 3,20, chekkada turgan bolalar xonamizning ichki o'lchami 3 metr 40 santimetrga 3 metr 70 santimetr. En o'lchami 3 metr 40, bo'yi o'lchami 3,70 va 3,20 ni tashkil qiladigan o'g'il bolalar va qizlar xonasi. Bolalar xonasi. Chap qo'l tarafimizda esa xuddi shu o'lchamdagi 3 metr 40 va 3 metr 70 va 3,20 ni tashkil qiladigan kattalar spalniy xonasi va ishxonasi joylashtirilgan. Birinchi joyda ishlasangiz, hisob-kitob va yozuv-chizuv ishlaringizni mana shu yerda amalga oshirsangiz bo'ladi. Koridorimizni to'rt tarafida 3 ta eshik turibdi. Ko'rib hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bu 3 ta eshik nima sababdan turibdi deb. Eng chekkada bolalar xonamiz tarafda turgan eshikdan kirsangiz, yuvinish xonamizga kirasiz. Yuvinish xonamizning o'lchamlari mana shu eshigimizdan kirgan joyimiz 1 metr,
bo'yi o'lchami 2 metr 40 santimetr, in o'lchami 2 metr 40 bu taraf va 1 metrni tashkil qiladi. Beton o'lchamlarini hozir ko'rsataman, siz batafsil tushunasiz. Yonbosh tarafidagi o'rta eshikdan kirsak, mana bu koridorimizdan to'g'ri borganda o'rta eshikka kirsangiz, hojatxonamizga kirasiz. Hojatxonamizni ichki o'lchami 1 metr 15 va 1 metr 15 santimetr tashkil qiladigan hojatxonamiz. Hojatxonamiz yonbosh tarafida, bu tarafda spalniy, kattalar spalniy xonasi tarafda turgan eshikka kirsangiz, bu xonamiz 1 metr 20 va 1 metr 15 santimetr tashkil qiladigan xonamiz. Bu tahorat xonasi. Hozir obunachilarimiz so'rashdi, ko'p so'rashdi. O'zbekona musulmon oilalariga mos tahoratxonasi bor bo'lgan uy proyektidan chiqaring deganligi uchun mana shu proyektni tayyorladim. O'ylaymanki, mana shu proyektimiz sizga ma'qul keladi. Tahoratxonamizning orqa tarafida 1 metr 20 santimetr va 1 metrni tashkil qiladigan spalniy xonamizdan kirsa bo'ladigan, kiradigan yuvinish xonamiz joylashtirilgan. Mana ichki o'lchamlarni aytib o'tdim to'liq sizga. Bu proyektimizda ko'rib turganingizdek uyimizning ichki tarafida kotyolxonamiz yo'q. Kotyolxonani tashqari tarafdan отдельно ko'tarasiz. Sababi kotyolxona uyning ichida bo'lsa, uyning ichiga tushirganimda bo'lardi. Men tushirmadim. Agar siz mana shu uyning ichiga tushirib bering deb menga murojaat qilsangiz, bemalol uyning ichiga kotyolxonani tushirib beraman. Hozirda tushirmaganimning sababi kotyolxonamiz uyning ichida bo'lsa, menga to'g'risi unchalik yoqmaydi. Опасный deyishadi ko'pchilik, shu sababli bu proyektimizni uyning ichiga tushirmadim. Kotyolxona uydan отдельно bo'lib tursa, безопасный bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman kotyolxonangizni uyingizdan alohida qilishni. Endi sizga beton o'lchamlarini ko'rsatib o'tay. Sizga juda ham tushunarli bo'ladi shunda. Mana 12 metrni tashkil qiladi. 12 metr va 12 metr 14 metr 20 santimetr. Qolgan o'lchamlar mana qog'ozga tushirib olsangiz bo'ladi yoki menga mana shu proyektni qog'ozga tushirilgan holati kerak, chiqarib bering yoki menga tashlab bering desangiz, bemalol qog'ozga tushirilgan holatdagi bir videosini ham tayyorlab kanalimga yuklayman. Sizga kerak bo'lsa, mana shu proyektimiz sizga qiziq bo'lsa. Mana o'lchamlarni ko'rib olishingiz mumkin. Bata bemalol. Hozirda juda ko'plab yurtdoshlarimiz kelasi yil uy ko'tarish uchun o'zi betonlar quyib qo'ymoqda. Bir qish ko'rsa beton, uyingiz mustahkam bo'ladi. Hozir beton quyish sezoni bo'lib ketyapti. Juda ko'plab yurtdoshlarimiz aytib o'tganimdek uy qurishmoqda. Mana shu proyektlarimiz sizlarga, yurtdoshlarimizga foydasi tegsa, men juda xursand bo'laman. Mana do'stlar, beton ko'rinishi. Juda ham chiroyli bo'lgan tashqi ko'rinishlari. Mana shu proyekt.
Mana shu bilan proyektimiz haqidagi mening fikrlarim o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu videoni qayerlariga tushunmadingiz, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa Telegram kanalimga murojaat qilishingiz mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang.